Mana savolni eshitinglar bolalar. Bir odamda ikkita olma bor edi. Bu olmalarni bolalarga bittadan qilib berdi. Va bu odamda yana bitta olma qoldi. Bu qanday bo'lishi mumkin? Yarimtadan? Yo'q. Mana savolni eshitinglar, mana qaytadan. Yo'q, bo'lmagan. Bo'lmagan. Bitta bola bo'lgan. Mana savolni eshit. Bir odamda ikkita olma bor edi. Uni bolalarga bittadan qilib bo'lib berdi. Ya'ni bittadan qilib berdi. Bittadan qilib. Ya, gapimni eshit. Yo'q, eshit meni. Bir odamda ikkita olma bor edi. Uni bolalarga bittadan qilib berdi va odamda bitta olma qoldi. Bu qanday bo'lishi mumkin? Bo'lmagan. To'rtta, to'xtab tur. Olma bermagan. Bitta bola bo'lgan. Bolalarga bittadan qilib berdi. Bitta olma bergan, bitta olma. Yo'q. Yo'q. Jim tur. O'zi bola bo'lgan, keyin. Vo, malades Azamat. Nima bo'lgan? U o'zi bola bo'lgan, keyin bittasiga o'zida bitta qo'ygan. Malades. O'zi bola bo'lgan va boshqa bolaga bitta bergan, o'zida bitta qolgan. Shuning hisobiga nima bo'lgan? O'zida bitta qolgan. To'ppa to'g'ri. Azamat topdi. Malades Azamat.